Assalomu alaykum hammaga. Bugun navbatdagi elementimiz 47-element kumush bilan tanishamiz. Kumush atom raqami 47 bo'lgan kimyoviy elementdir. Kumushning kimyoviy belgisi Ag, lotincha nomi argentum. Kumush qadimdan ma'lum. Endi kumushning xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, atom raqami 47, atom massasi 108, normal sharoitda kumush qattiq, rangi kumush, klassifikatsiyasi metal, elektromanfiyligi 1.9, qaynash temperaturasi 2435 Kelvin yoki 2162 Selsiyda bo'ladi. Erish temperaturasi 1234.93 Kelvin yoki 961.78 Selsiyda bo'ladi. Zichligi 10.49 gram taqsim santimetr kubni tashkil etadi. Kumushning kristal panjarasi mana shunday tuzilgan bo'ladi. Endi bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, kumushning kimyoviy belgisi Ag, atom tartib raqami 47, nisbiy elektromanfiyligi 1.9, atom massasi 108, elektron konfiguratsiyasi 4d10 5s1 ni tashkil etadi. Kumushda bitta elektron ko'chish bor. Tasviriga o'tadigan bo'lsak, mana shu kumush bo'lagi sofligi 99.1% ni tashkil etadi. Ko'rishimiz mumkin. Atom tuzilishiga o'tadigan bo'lsak, atom tuzilishida kumushda 47 ta elektron bor. 47 ta elektron atomda harakatlanadi. Atom markazi proton va neytrondan tashkil topgan bo'lib, 47 ta protoni bor va 61 ta neytrondan tashkil topgan bo'ladi kumushda. Bugun kumush haqida o'rganadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Rahmat hammaga.